Yaroqlilik muddati ishlab chiqarilgan sanadan boshlab 1 oy. 24-aprel. Hozir 19-iyun. Salkam 25 kun o'tib ketgan. To'g'rimi? Nima qilish kerak buni? Yo, to'g'ri. Nima qilish kerak? Sotishingiz kerakmi aholiga? Ha. Buni vazirlik qilasiz. Ha, vazirlik qilamiz. Nima so'rab o'tgan maqsad olasiz? Har birimiz arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishni istaymiz. Ayniqsa yozning jaziramasi kunlarida oziq-ovqat mahsulotlarining sifatiga e'tiborli bo'lishimiz zarur. Xaridorlarga sotilayotgan mahsulotlarning sifati va narx-navo barqarorligini o'rganish maqsadida Guliston shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi, Sirdaryo viloyati raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati federatsiyasi xodimlari bilan Guliston shahar dehqon bozorida o'rganish olib bordik. Bozorda xaridorlar uchun ham, tadbirkorlar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Biroq bozorda ba'zi talablar qo'pol ravishda buzilayotganligi o'rganishimizda ma'lum bo'ldi. Tez sifatini yo'qotuvchi kremli shirinliklar muzlatgichda saqlanishi zarurligini barchamiz bilamiz. Biroq shirinliklar shu tarzda quyosh tafti tegadigan joyda sotilmoqda. Bizni ajablantirgani, sotuvga chiqarilgan ba'zi shirinliklarning muddati o'tgan, ba'zilarining esa qachon tayyorlangani belgilangan muddati yo'q. Bu masalaliklar yerda saqlanib, muddati o'tgan mahsulotlar ham sotuvga chiqarilgani ma'lum bo'ldi. O'rganish davomida mazkur mahsulotlar sotuvdan chiqarilib, qonunchilik doirasida tushunchalar berildi. Tadbirkorlik subyektlariga profilaktik tushuntirishlar berib bormoqdamiz. Bu tadbirimizdan asosiy maqsad shu aholini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash. Hozirda bu kabi nazorat tadbirlari davom ettirib kelinmoqda. Bu kabi holatlarga o'z vaqtida e'tibor bermayotganligi ko'rsada ko'z yumib ketayotgan holatlarni har qadamda uchratish mumkin. Havo harorati yuqori bo'lgan jazirama issiq kunlarda tuxum, yog' mahsulotlari ham ochiqda quyosh taftida saqlanayotganligini ko'rish mumkin. Tashqarida saqlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha ham tegishli choralar ko'rildi. Yaroqlilik muddati ishlab chiqarilgan sanadan boshlab 1 oy. 24-aprel. Hozir 19-iyun. Salkam 25 kun o'tib ketgan. To'g'rimi? Nima qilish kerak buni? Yo, to'g'ri. Nima qilish kerak buni? Sotishingiz kerakmi aholiga? Ha. Buni vazirlik qilasiz. Ha, vazirlik qilamiz. Nima so'rab o'tgan maqsad olasiz? To'g'ri, bozorda savdo qilayotgan har bir zamondoshimiz mahsulotni sotish orqali ro'zg'orini kamini to'ldirishni istashadi. Bu jarayonda ular bilmaydigan tartiblar ham bor. Bozordagi sanitariya holatiga mas'ul xodimning tushuncha bermaganligi bois opamiz ham tez sifatini yo'qotuvchi sut qatiq mahsulotlarini ochiq joyda sotmoqda. Boz ustiga sanitariya talabiga zid ravishda savdo qilinyapti. Qatiqlarda sut mahsulotlarini qanday saqlashimiz kerak? Morozinkada kundagisini kunda sveji olib kelib xalqqa savdo qilamiz. Avval laboratoriyaga tekshiruvga o'tkazib savdo qilamiz. Joyim torligi uchun morozinkani bu yoqqa qo'yganman men. Morozinkadan chiqarib shu uni qilyapman. Jarayon davomida xaridorlar bilan ham muloqot o'tkazilib, iste'molchi madaniyati, huquqi bo'yicha ham tushunchalar berib o'tildi. Albatta, har birimiz xarid qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarimizning saqlanishi, sifati, narxiga o'z vaqtida qiziqsak, odamlar o'rtasida bozor madaniyatini shakllantirishga erisha olamiz.